Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyuldan keyin kimlarning daromadi o'sishi mumkin? 3-5 ming so'm degan raqam nimani anglatadi? Bu pul hammaga bir xil beriladimi yoki faqat ayrim toifalargami? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki gap ish haqi, pensiya, nafaqa, moddiy yordam, soliq va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish haqida ketmoqda. Agar siz xodim bo'lsangiz, pensioner bo'lsangiz, farzandli oila bo'lsangiz, kam ta'minlangan oila ro'yxatida tursangiz yoki yaqinlaringizdan biri davlat to'lovlariga bog'liq bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday qarorlar bo'yicha oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Men avvalo eng ko'p chalkashlik tug'dirayotgan joyni ochiq aytaman. 3.500.000 so'm degan raqamni ko'rgan odamlarning ko'pi, demak, har bir kishiga shu pul berilar ekan deb o'ylab qoladi. Aslida bunday xabarlarni har doim ikki tomondan tekshirish kerak. Birinchi tomoni, qarorda kimlar nazarda tutilgan? Ikkinchi tomoni, pul bir martalik to'lovmi, oylik qo'shimchami, kompensatsiyami yoki hisob-kitobdagi yangi me'yormi? Chunki davlat qarorlarida har bir fuqaro, har bir xodim, muhtoj oila, pensioner, bolali oila, ma'lum toifa degan iboralar bir-biridan katta farq qiladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p to'lovlar alohida tartibda hisoblanardi. Masalan, ish haqi alohida, pensiya alohida, bolalar nafaqasi alohida, kam ta'minlangan oilalarga yordam alohida mezon bilan berilardi. Odamlar ko'pincha bitta yangilikni eshitib, uni hamma to'lovlarga birdek tegishli deb qabul qilardi. Masalan, minimal ish haqi oshsa, kimdir pensiyam ham shuncha oshadi deb o'ylardi. Yoki bolalar nafaqasi bo'yicha o'zgarish bo'lsa, hamma oilaga avtomatik pul tushadi deb kutardi. Lekin amalda har bir to'lovning o'z manbai, o'z hujjati, o'z hisoblash tartibi bor. Endi nima o'zgarmoqda? 1 iyuldan keyin ko'p joylarda daromad mezonlari, ayrim ijtimoiy to'lovlar, ayrim ustamalar yoki ma'lum toifalarga beriladigan yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun men bu videoda sizga eng muhim narsani tushuntiraman. Kim haqiqatan ham ko'proq olishi mumkin? Kimga bu o'zgarish bevosita ta'sir qiladi? Kim esa shunchaki xabarni noto'g'ri tushunib qolmasligi kerak? Men ekspert sifatida sizga birinchi navbatda shuni maslahat beraman. Har qanday pul haqidagi yangilikda qancha degan savoldan oldin kimga degan savolni bering. 3.500.000 so'm degan raqam bir kishining qo'liga naqd beriladigan pul bo'lishi shart emas. Bu oila daromadini baholashdagi chegara ayrim toifadagi xodimlar uchun oylik daromad, kompensatsiya limiti, to'lovning yuqori miqdori yoki ma'lum shart bajarilganda olinadigan summa bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Agar oilada ota ishlaydi, ona uyda farzand parvarishda 2 nafar bola bor. Otaning rasmiy oyligi 2.800.000 so'm. Oila mahallaga yoki ijtimoiy himoya organlariga yordam so'rab murojaat qiladi. Avval ularning daromadi ma'lum mezondan oshib ketgan deb rad javobi berilgan bo'lishi mumkin. Agar 1000 iyuldan daromad mezoni yoki ijtimoiy yordam shartlari o'zgarsa, bu oila qayta murojaat qilganda imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni ular 3.500.000 so'mni albatta qo'lga oladi degani emas. Balki ularning arizasi yangicha mezon bo'yicha ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol. Pensioner ayol bor, yosh altakida yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm atrofida. U kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat uchun qiynaladi. Agar qarorda yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki parvarishga muhtoj fuqarolar uchun qo'shimcha yordam ko'zda tutilgan bo'lsa, u eng avvalo o'z maqomini to'g'ri rasmiylashtirishi kerak. Ko'p odamlar yordamga haqli bo'lsa ham hujjati to'liq bo'lmagani uchun pul olmaydi. Demak, o'zgarishdan eng ko'p foyda ko'radiganlar faqat yangilikni eshitganlar emas, balki hujjatini vaqtida tekshirganlar bo'ladi. Uchinchi misol. Byudjet tashkilotida ishlaydigan xodim, masalan, bog'cha tarbiyachisi, tibbiyot xodimi, maktab xodimi yoki madaniyat sohasi vakili. Uning oyligi stavka, ustama, razryad, ish hajmi va qo'shimcha vazifalarga bog'liq. Agar 1 yildan ayrim toifalar bo'yicha ustama yoki bazaviy hisob-kitob o'zgarsa, uning oyligida oshish bo'lishi mumkin. Lekin bu oshish hamma xodimda bir xil bo'lmaydi. Kimdir 200.000 so'm ko'proq oladi, kimdir 700.000 so'm. Kimdir esa qo'shimcha vazifasi va toifasiga qarab undan ham ko'proq olishi mumkin. Shuning uchun hamma 3.500.000 so'm oladi
degan gapni eshitganingizda ehtiyot bo'ling. Menimcha, bu masalada birinchi navbatda 4 toifa odam hushyor bo'lish kerak. Birinchisi kam daromadli oilalar. Agar oilangizda rasmiy daromad kam bo'lsa, bolalar soni ko'p bo'lsa, ijarada yashasangiz yoki oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, siz ijtimoiy yordam bo'yicha yangilangan tartibdan foydalanishingiz mumkin. Lekin sizdan ariza, pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromadlar to'g'risida ma'lumot va ayrim hollarda tibbiy hujjatlar talab qilinadi. Ikkinchi toifa pensionerlar, ayniqsa yolg'iz pensionerlar, boquvchisini yo'qotganlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar va pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lganlar o'z holatini tekshirtirishi kerak. Ba'zan odam pensiya oladi, lekin unga tegishli qo'shimcha kompensatsiya yoki ijtimoiy xizmat rasmiylashtirilmagan bo'ladi. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Odam yillar davomida menga boshqa hech narsa tegmaydi deb yuradi. Lekin hujjat tekshirilganda unga qo'shimcha yordam olish imkoni borligi aniqlanadi. Uchinchi toifa rasmiy ishlaydigan xodimlar, ayniqsa ish haqi minimal darajaga yaqin bo'lganlar, byudjet sohasidagilar, yarim stavkada ishlayotganlar, ustama bilan ishlaydiganlar. Bu yerda eng muhim masala ish beruvchi hisob-kitobni to'g'ri qilayotgandir. Agar sizning oyligingizda stavka, ustama, tungi ish, bayram kuni, ortiqcha ish va zararli sharoit uchun to'lov bo'lsa, 1 iyuldan keyin bu qismlarning har biri qayta hisoblanishi mumkin. Siz hisob varaqasini talab qilib ko'rishingiz kerak. Faqat kartaga qancha tushdi deb qarash yetarli emas. 4-toifa farzandli oilalar, bolalar nafaqasi, parvarish puli, aliment, maktabgacha ta'lim to'lovi, kiyim-kechak va dori-darmon xarajatlari oilaning real ahvolini ko'rsatadi. Agar oilada bir nafar bola bo'lsa, bir xil mezon ishlaydi. 3 yoki 4 nafar bola bo'lsa, boshqa holat yuzaga keladi. Shuning uchun ko'p bolali oilalar yangiliklarni alohida kuzatish kerak. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmaslik kerakligini ham aytaman. Agar sizning daromadingiz yuqori bo'lsa, rasmiy ish joyingiz barqaror bo'lsa, ijtimoiy yordam mezonlariga kirmasangiz, 3500 ming so'm haqidagi xabar sizga bevosita to'lov sifatida ta'sir qilmasligi mumkin. Bu siz umuman hech narsa qilmasligingiz kerak degani emas. Siz ham ish haqi, soliq, pensiya jamg'armasi, mehnat shartnomasi va sug'urta masalalarini tekshirishingiz kerak. Lekin ijtimoiy yordam qismida sizdan ko'ra daromadi pastroq oilalar ustuvor bo'ladi. Shuningdek, norasmiy ishlayotgan odamlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Norasmiy daromad ko'pincha ikki tomonlama muammo tug'diradi. Bir tomondan davlat tizimida sizning daromadingiz ko'rmasligi mumkin. Ikkinchi tomondan pensiya staji, mehnat huquqi, kasallik varaqasi, dekret puli kabi masalalarda siz zarar ko'rasiz. Agar bugun kimdir norasmiy ishlasam ham yordam olaman deb o'ylasa, ertaga pensiya hisobida yoki kredit olishda qiyinchilikka duch keladi. Keling, men sizga bir nechta oddiy hisob-kitobni ko'rsataman. Tasavvur qiling, oilada 4 kishi bor. Ona va 2 bola. Ota rasmiy 3200 ming so'm oladi. Ona ishlamaydi. Oila daromadini odam boshiga bo'lsak, 800 ming so'mdan to'g'riga keladi. Agar ijtimoiy yordam mezonida odam boshiga daromad shu darajadan past yoki unga yaqin bo'lsa, bu oilada imkoniyat bor. Lekin agar otaning qo'shimcha rasmiy daromadi, ijaradan tushumi yoki boshqa manbasi bo'lsa, u ham hisobga olinadi. Shuning uchun arizada faqat oylikni ko'rsatib, qolganini yashirish to'g'ri emas. Keyin tizimda aniqlansa, yordam rad etilishi yoki ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ikkinchi hisob-kitob. Oila 3 kishidan iborat, ona va 2 farzand. Ona tikuvchilik qiladi. Lekin daromadi doimiy emas. Bir oy 1.500 ming so'm topadi, bir oy 500 ming so'm, bir oy umuman buyurtma bo'lmaydi. Bunday vaziyatda eng katta muammo daromadni isbotlash. Agar u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa, keyinchalik daromadi, faoliyati va ijtimoiy holatini tushuntirish osonlashadi. Men bunday oilalarga doim aytaman, hujjatsiz holat sizni yordamdan uzoqlashtiradi. Hujjatli holat esa kamida arizangizni jiddiy ko'rib chiqishga asos yaratadi. 3-hisob-kitob. Pensioner erkak 1.600 ming so'm pensiya oladi, lekin u bilan bir uyda ishlaydigan farzandi ham ro'yxatda turadi. Farzandning oyligi 4 ming so'm. Ba'zi yordam turlarida bir uyda yashovchi va ro'yxatda turgan shaxslarning daromadi ham hisobga olinishi mumkin. Shunda pensioner men yolg'izman desa ham,
tizimda oilaviy tarkib boshqacha ko'rinadi. Shu sababli yashash manzili, ro'yxat, amalda kim bilan yashayotgani, kim boqimanda ekani juda muhim. 4-misol. Xodim 2700 so'm oylik oladi. Iyuldan keyin korxonada tarif stavkasi oshdi. Lekin ish beruvchi unga faqat 2000 so'm qo'shib berdi. Ayda xodim esa aslida ustama va qo'shimcha ish bilan 5 so'm ko'proq olishi kerak bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun u hisob varaqasini ko'rishi, mehnat shartnomasidagi lavozimni tekshirishi, shtat jadvali va buyruq bilan tanishish kerak. Boshqalar qancha oldi degan gap bilan emas, o'z hujjatingiz bilan ish tuting. Bu masalada eng xavfli joylardan biri avtomatik to'lovga ishonib qolish. Ba'zi to'lovlar avtomatik tushadi. Masalan, pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, ko'pincha alohida arizasiz amalga oshiriladi. Lekin ko'p ijtimoiy yordamlar ariza asosida beriladi. Agar siz ariza bermasangiz, tizim sizning holatingizni bilmasligi mumkin. Ayniqsa, oilada kasallik, nogironlik, boquvchini yo'qotish, ajrim, aliment to'lanmasligi yoki ijara xarajati bo'lsa, bularni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Ikkinchi nozik jihat muddat. Ayrim to'lovlar ariza berilgan kundan boshlab hisoblanadi. Ayrimlar esa keyingi oydan boshlanadi. Masalan, siz iyul oyida murojaat qilsangiz, to'lov avgustdan chiqishi mumkin. Yoki hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, qayta topshirishga to'g'ri keladi va vaqt yo'qotasiz. Shuning uchun iyuldan bo'ladi degan gapni iyul kuni hammaning kartasiga pul tushadi deb tushunmang. Iyul tartib kuchga kiradigan sana bo'lishi mumkin. To'lov esa tekshiruvdan keyin boshlanadi. 3-nozik jihat bank kartasi. Agar sizning kartangiz muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlaringiz eski bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ba'zan odam menga pul chiqmagan deb o'ylaydi. Aslida bank rekviziti noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli karta ma'lumotlarini, telefon raqamini, pasport ma'lumotlarini yangilab qo'yish kerak. 4-nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Agar sizda aliment, kredit, jarima yoki boshqa ijro qarzdorligi bo'lsa, ayrim tushumlar ushlab qolinishi mumkin. Lekin barcha ijtimoiy to'lovlardan ham ushlab qolish mumkin emas. Bu alohida tartibga bog'liq. Agar kartangizdan pul yechib olingan bo'lsa, darhol bankdan va majburiy ijro byurosidan izoh so'rang. Pulim yo'q qoldi deb yurmasdan yozma ma'lumot talab qiling. 5-nozik jihat yolg'on ma'lumot berish. Men buni juda jiddiy aytaman. Yordam olish uchun soxta ma'lumot bermang. Daromadni yashirish, oilaviy tarkibni noto'g'ri ko'rsatish. Aslida ishlayotgan odamni ishsiz deb yozish keyinchalik muammo tug'diradi. Tizimlar tobora bog'lanib bormoqda. Soliq, bank, kadastr, avtomobil, mehnat shartnomasi, pensiya ma'lumotlari tekshiriladi. Bugun o'tib ketgandek ko'ringan narsa ertaga qayta tekshiruvda chiqib qolishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z toifangizni aniqlang. Siz xodimmisiz, pensionermisiz, bolali oilamisiz? Nogironligi bo'lgan shaxsmisiz, ishsizmisiz yoki kam ta'minlangan oila sifatida yordam so'ramoqchimisiz? Toifani aniq bilmasdan ariza topshirish ko'p vaqtni oladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik haqida ma'lumotnoma, daromadlar bo'yicha ma'lumot, bank karta rekviziti. Yashash manzili bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar siz ijarada tursangiz, ijara shartnomasini ham tayyorlab qo'ying. Agar aliment olmasangiz, aliment undirish bo'yicha murojaat qilganingizni ko'rsatadigan hujjat foydali bo'ladi. 3-qadam, rasmiy manbani tekshiring. Qaror haqidagi xabarni faqat ijtimoiy tarmoqdagi qisqa videodan emas, rasmiy sayt, mahalla, hokimlik, ijtimoiy himoya milliy agentligi, pensiya jamg'armasi, bandlik organlari yoki Mytogov.uz orqali tekshiring. Men har doim aytaman, pul haqidagi xabarda eng kuchli himoya bu rasmiy manbadir. 4-qadam, arizani yozma topshiring. Og'zaki so'rab, sizga tegmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizda asos bo'lsa, ariza yozing. Qabul qilingan raqamini oling yoki elektron tizimdan yuboring. Yozma ariza bo'lsa, javob ham yozma bo'ladi. Yozma javob bo'lsa, xatoni tuzatish, qayta murojaat qilish yoki yuqori tashkilotga shikoyat qilish osonlashadi. 5-qadam, ish joyida hisob-kitobni tekshiring. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, iyuldan keyingi oylik hisob varaqasini so'rang. Unda asosiy oylik, ustama, mukofot, soliq, pensiya badallari, ushlanmalari alohida ko'rsatilishi kerak. Agar oyligingiz o'shishi kerak deb hisoblasangiz, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga yozma murojaat qiling.
Mehnat shartnomangizni ham tekshiring. Lavozim, stavka, ish vaqti, ustama shartlari aniq yozilgan bo'lishi kerak. 6-qadam. Pensionerlar pensiya jamg'armasiga murojaat qilsin. Pensiya turi, staj, ish haqi arxivi, imtiyozli davrlar, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati qayta tekshirilsa, ayrim hollarda pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Ayniqsa, eski yillarda ishlagan hujjatlari to'liq kiritilmagan odamlar arxiv ma'lumotlarini topishga harakat qilishi kerak. 7-qadam, oilaviy tarkibni to'g'rilang. Ro'yxatda siz bilan birga turadigan, lekin amalda boshqacha joyda yashaydigan odamlar bo'lsa, bu yordam olish masalasiga ta'sir qilishi mumkin. Aksincha, siz bilan yashayotgan, lekin ro'yxatda ko'rinmaydigan bo'qmanda shaxslar ham vaziyatni o'zgartiradi. Shu sababli mahalla yoki tegishli organ orqali oilaviy tarkib haqidagi ma'lumotni aniqlashtiring. 8-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga tegmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Nima uchun tegmaydi? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? To'yfa mos emasmi? Muddat o'tganmi? Tizimda xatolik bormi? Sababini bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Masalan, daromad bo'yicha xato bo'lsa, buxgalteriyada ma'lumot olib kelasiz. Hujjat yetishmasa, to'ldirasiz. Oilaviy tarkib noto'g'ri bo'lsa, aniqlik kiritasiz. Men ko'p ko'radigan birinchi xato, odamlar bir-birining holatini o'ziga solishtiradi. Qo'shniga pul tushdi, menga tushmadi. Demak, adolatsizlik bo'ldi deb o'ylashadi. Lekin qo'shnining oilaviy tarkibi, daromadi, bolalar soni, nogironlik holati, ro'yxati, ish joyi siznikidan farq qiladi. Shuning uchun solishtirish emas, o'z hujjatingizni tekshirish kerak. 2-xato, ijtimoiy tarmoqdagi xabarga ishonib, rasmiy murojaat qilmaslik. Ba'zi kanallar odamni jalb qilish uchun har bir kishiga pul beriladi deb yozadi. Keyin odam kutadi, lekin hech narsa bo'lmaydi. Chunki aslida ariza kerak bo'lgan yoki u toifa umuman mos kelmagan bo'ladi. Siz esa vaqt yo'qotasiz. 3-xato, bank kartasini qarindosh nomiga ochish. Ayrim to'lovlar faqat ariza beruvchi yoki oluvchi shaxsning o'z nomidagi kartaga tushishi kerak. Agar karta boshqa odam nomida bo'lsa, to'lov qaytishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun o'z nomingizdagi faol kartani tayyorlang. 4-xato, eski telefon raqami va eski pasport ma'lumotlari. Elektron tizimlar ko'pincha SMS tasdiq, identifikatsiya va ma'lumot solishtirish orqali ishlaydi. Telefon raqam sizda bo'lmasa, ariza jarayoni to'xtab qoladi. ID karta yoki pasport yangilangan bo'lsa, bank va davlat xizmatlaridagi ma'lumotlarni ham yangilang. Endi asosiy savolga qaytamiz. 1 iyuldan kim eng ko'p oladi? Mening baholashimcha. Eng ko'p foyda ko'rishi mumkin bo'lganlar shartlarga to'liq mos keladigan va hujjatlari tartibli bo'lgan fuqarolardir. Bu kam daromadli oilalar, bolali oilalar, ayrim pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar va ayrim byudjet sohasi xodimlari bo'lishi mumkin. Lekin har bir holatda yakuniy javob hujjat, daromad, oilaviy tarkib va qarordagi aniq mezonga bog'liq bo'ladi. 300-500 ming so'm masalasida esa men sizga ehtiyotkor va aqlli yondashuvni tavsiya qilaman. Bu raqam sizning holatingizda to'liq to'lov bo'lishi ham mumkin. Yuqori chegara bo'lishi ham mumkin. Hisob-kitob mezoni bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun uni darhol menga ham tushadi deb qabul qilmang. To'g'ri savol bering. Bu pul qaysi toifaga, qaysi muddatda, qaysi hujjat asosida, qaysi tashkilot orqali beriladi? Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pul haqidagi har qanday qarorda raqamdan oldin shartni o'qish kerak. 1 iyuldan keyingi o'zgarishlar ayrim oilalar, pensionerlar, xodimlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun haqiqatan ham foydali bo'lishi mumkin. Lekin pul avtomatik tarzda hammaga bir xil tushadi deb o'ylash xato. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tayyorlash, rasmiy manbani tekshirish, arizani yozma topshirish va javobni talab qilish. Agar sizning oilangizda daromad kam bo'lsa, farzandlaringiz bo'lsa, pensioner yoki nogironligi bo'lgan yaqinlaringiz bo'lsa, bu masalani kechiktirmang. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, bank kartangizni tekshiring. Mahalla yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizningcha bunday to'lovlar kimlarga birinchi navbatda berilishi kerak? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men sizga shunday muhim qarorlar, pul, pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam bo'yicha aniq va tushunarli ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.